Kitap o'qishning hayotimizdagi ahamiyati. Abduri Muhammad Yusuf. Kitob o'qishdan maqsad nima? Kishilarning kitob o'qishdan bo'lgan maqsad g'oyalari bir xil bo'lmaydi. Qisqasi, har kim har maqsad bilan kitob o'qiydi. Ammo kitob o'qishning asos g'oyalarini sanaganda tuvandagidek chiqadi. Birinchi, ibodat maqsadi bilan o'qish. Bu Qur'on tilovat qilish va diniy kitoblarni o'qishga o'xshash. Bu musulmonlar uchun o'qishning eng sharafli va eng foydali turi hisoblanadi. Ikkinchi, muallimning topshiriq bilan o'qish. Bu o'quvchilarning muallimlari tavsiya qilgan va darsliklarga munosabatli kitoblarni o'qishga o'xshash. Uchinchi, xizmat safosini o'stirish maqsadi bilan o'qish. Bu ishchi xizmatchilarning o'zining taxassusi va xizmat ehtiyojiga munosabatli kitoblarni o'qishga o'xshash. To'rtinchi, bilim saviyasini oshirish maqsadi bilan o'qish. Bu har kim o'zining ma'lumot darajasini kengaytirish va talantini yuksaltirish uchun xohlagan kitoblarni o'qishga o'xshash. Beshinchi, ma'lumotli bo'lish maqsadi bilan o'qish. Bu dunyoda bo'layotgan ishlardan, o'tmishlardan va yangiliklardan ma'lumot bo'lish uchun kitob va gazet jurnal o'qishga o'xshash. Kitob o'qishning ahamiyati. Kitob o'qish ruhning g'izosi, aqlning ochqichi, ma'rifatning kepilidir. O'qishning fazilati va uning sharifi uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga tunji vahiyning o'qu degan buyruq rayi bilan boshlanganligi yetarlidir. Donolar aytadiki, kitob muvaffaqiyat ochqichi, taraqqiyot ko'rigi, qorong'u dilni yo'ritquchi mash'al. Kitob bilim g'azinasi va tugamas boyliq, ma'naviy kuch, ruhiy uzuq va qanotdir. Sarxil kitob odamning aql parastini nurlandirdi, ma'naviyatini betidi, odamiylik safosini o'stirdi, kishiga xushallik bag'ishlaydi. Kitob o'qish, bilim o'rganish, bilimni to'liqlash, o'zini mukammallashtirish. Odam kitob o'qib dunyoni, tabiat sirlarini, qaynoq va murakkab turmush falsafasini, fikr qilish yo'lini, chinlik bilan saxtalik, yaxshilik bilan yomonlik, go'zallik bilan sadlikning farqini ayiradi. Kitob o'qib, fan texnik egilib, xizmat, ishlab chiqarish, texnik saviyasini o'stirish, jamiyat taraqqiyotiga yetishish, jamiyatga to'p qo'shish asosini turg'izalaydi. Kitob o'qib, bilimni mustahkamlagan va kuchaytganlar hayot yo'lida kundan kunga ko'klayoladi. Bugungi madaniyat ajdodlarimizning avlodlarga qoldirgan bilim va tajribalarining javhari. Uni egallash uchun kitob o'qish kerak. Kitob kishi qalbini aynan ko'rsatib beradigan aynak. Kitob o'qish orqali ruhimiz ko'tarilib, yashash irodamiz kuchaydi. Tushkunlashganda, ichimiz pushqanda, mag'lubiyat kuchirganda kitob o'qisak, qalbimiz umid, ishonchga to'ladi, g'ayratimiz oshadi. Kitob o'qish yoki o'qimaslik millatning moddiy va ma'naviy safosiga ta'sir ko'rsatadi. Doim kitob o'qib turadiganlar bilan kitob o'qimaydiganlar o'rtasida muayyan ma'naviy safa farqi bo'ladi. Kitob o'qiganlarning aql bulug'i ichildi. Kitob o'qimaydiganlarning tafakkuri qatmal, fikri tez, chechilang'u, turaqsiz bo'ladi. O'zining yetarsizligini bayqay olmaydi. Kitob o'qish, o'qimaslik odamning psixik qurilmasiga ta'sir ko'rsatadi. Kitob o'qish qizg'inligi yuqori odamda ilg'or psixik omillar ko'p bo'ladi. Kitob o'qimaydiganlar ko'p nisbat egallaydigan millatning psixik qurilmasida nachar omillar, nodonlik, qaloqlik, xurofotlik, bekinmichilik, qashshoqlik, do'ramchilik, shuhratparastlik eg'ir bo'ladi. Kitob o'qishning foydalari. Kitob o'qishning foydalarini sanab bo'lish mumkin emas. Islom ulamolari kitob o'qishning foydalari hayotdagi ahamiyatini va rolini bayon qilib tuvandiklarni aytgan. Birinchi, kitob o'qish insoniy va islomiy madaniyatni barpo qilishning asosiy taraklaridan biri. Ikkinchi, kitob o'qish qadimdan hozir qadar insonlarni har xil ilm ma'rifatlar bilan bog'lab kelgan muhim tugundir. Uchinchi, ma'lumot hosil qilishning yo'llari shunchalik ko'payib ketgan mushu zamonaviy asrdami kitob o'qishning ahamiyati va roli oldingi o'rinda turmoqda. To'rtinchi, kitob o'qish har qanday bir ilm ma'rifatni yoki qanday bir ma'lumot bevosita hosil qilishning eng ishonchli yo'lidir. Beshinchi, kitob o'qish Alloh taoloning amr ma'ruf va nasihat qilishdan iborat farzini bilib o'rindashning birdan-bir yo'lidir. Oltinchi, kitob o'qish aqlni oshiradigan, ko'ngilni ko'taradigan va ruhni jonlantiradigan xislatdir.
7. Kitap o'qish o'tmishdagi millatlarning kechirmishlarini bilish va ulardan foydalanishning yo'lidir. 8. Kitap o'qish tarixni o'rganishning va o'zini tunishning birdan-bir yo'lidir. 9. Kitap o'qish ilm ma'rifat so'rinlarini uyushtirish ruhini uyg'otib, insonning ilmiy munozara qilish iqtidorini oshirdi. 10. Kitap o'qish vaqtini eng huzur halovatlik, eng manfaatlik ravishda o'tkazishning yo'lidir. Shunga eng samimiy do'st kitapdir deyildi. Qanday qilganda o'zingizni kitob o'qishga ko'ndira olasiz? O'limalar tuvanda ba'zi nasihatlarni taqdim qilgan. 1. İnsan bilmagan narsaning dushmanidir. Shunga inson avval kitob o'qishning foydasini va uning ahamiyatini bilish lozim. Chunki kitob o'qishning ahamiyatini tushunmagan odam uchun kitob o'qish og'ir bir yukdir. 2. Kitob o'qishni dastlab boshlaganda ba'zi kishilar uchun zerikish va malollik paydo bo'lishi mumkin. Ammo uni kitob o'qishga bo'lgan qizg'inlik bilan yengili bo'ladi. 3. Ba'zi kishilar kitobni asta o'qish sababli malollik his qilishi mumkin. Ammo o'qishga odat qilgan siri tez o'qishga taraqqiy qilgan bo'ladi. 4. Abbos Aqqad yaxshi bir kitobni 3 qatim o'qib chiqish, yaxshi 3 kitob o'qishdan afzal degan ekan. 5. O'qiganga amal qilishni birga ilib berish, izditish va tadqiq qilish qatorliq keyingi muvaffaqiyatlarga yo'l ochadi. 6. Ish o'rnida, uyda, safarlarda va har qanday joyda kitobni o'ziga hamroh qilish yaxshi odatdir. Bu orqali inson ozroq bo'lsin bo'sh vaqtlarini kitob o'qishga atashga odatlandi. 7. Kunda intayin oz bo'lsa-mu kitob o'qishni o'ziga vazifa qilish kitob o'qishga odatlanish uchun nihoyatda foydalidir. 8. İnsanның ашқазыны күнділік yemek-içmekке ehtiyojliq bo'lgandek, uning ruhimi kitob o'qishga va azroq bo'lsa-mu yangilik hosil qilishga ehtiyojliqdir. Bu ikki ehtiyojning ahamiyat jihatdan bir-biridan qilishmaydiganligini bilish kitob o'qishga odatlanish uchun yordamchi bo'ladi. 9. Kitob o'qishga odatlanish yo'lida ketib borganlar avval kichik hajmli kitoblarni o'qishdan boshlash yaxshi. Chunki kitob o'qish yo'liga yangi kirgan odamning dastlab cho'ng kitobdan boshlashi malollikqa va zerikishga sabab bo'ladi. 10. Kitob o'qiydiganlar bilan ko'p aralashish va o'qigan kitoblar haqida bahs munozara qilish va boshqalarning kitob o'qish ruhidan o'rganish. Kitobni nima uchun o'qiymiz? 1. O'qiymiz. Chunki o'qish ko'ngilni ko'tardi va aqlni g'izolantirdi. 2. O'qiymiz. Chunki o'qish orqali zamon va makon farqini yo'q qilib, o'tmishdagi va hozirgi insonlarning hammasi bilan birga yashagandek bo'lamiz va shularning umricha hayot ko'rgandek bo'lamiz. 3. O'qiymiz. Chunki o'qish orqali tajriba egalarining tajribalaridan, donolarning aqliyat so'zlaridan foydalanamiz. 4. O'qiymiz. Chunki o'qish insonning aqliy sayohati bo'lib, yozuvchi uni o'tmish bilan hozirning tog'lar bilan bog'larning orasida sayohat qildirdi va uni tar ufuqdan keng ketgan chegarasiz dunyoga boshlab opardi. 5. O'qiymiz. Chunki o'qish zamon va makon cheklamasini tonimaydi, jo'grafiyani bilmaydi, ijtimoiy tabiatchilikni va ayrimchiliklarni e'tirof qilmaydi. Shunga kitob o'qigan odam hamma asrda va hamma davlatda yashagandek bo'ladi. 6. O'qiymiz. Chunki kitob bizni eng egiz tog'larga chiqarib, ondan eng cho'nqur joylarga, yop-yeshil bo'stonliqlarga opirib, ondan dasht cho'llarga ilib berish orqali bizni yer sharining hamma joylarini gezdirdi. 7. O'qiymiz. Chunki o'qish orqali biz avtorlar bilan o'zaro sadoqat qura olamiz va ularning dunyosida yashay olamiz. Chunki har qanday avtor biror narsa yozganda o'zidagi eng esil guharlarni va durdonalarni o'ttirib qo'ydi. Biz ularning asarlarini o'qish orqali ulardagi eng esil, eng qimmatli shaylarni olgan bo'lamiz. 8. O'qiymiz. Chunki o'qish orqali koinotdagi ajoyibotlardan xabardor bo'lamiz va biz anglab baxmagan, ko'rib baxmagan nurg'unlagan qimmatli bilimlarni va ba'zi haqiqatlarni bilib olamiz. 9. O'qiymiz. Chunki insondan boshqa jonliqlar o'qimaydi.
Şuna biz bu o'qish orqali inson bo'lib yaratilganlik qadr-qimmatimizni tunuymiz. 10. O'qiymiz. Chunki biz o'quv ummatimiz. Ya'ni oldi bilan o'qishga amr qilingan payg'ambarning ummatimiz. Şuna biz o'qish orqali o'zimizning musulmon bo'lganlik sharafimizni va hayotlikdagi vazifamizni tunuymiz. Kitob o'qish haqidagi islom mutafakkirlarining aytganlari. Saudiya Arabistonlik mutafakkir olim Ayiz al-Qarni kitob o'qishning ahamiyati to'g'riliq mundaq deydi. Aql o'qishdan to'xtab qolganida uning o'sishimi to'xtaydi. Qanchalik ko'p o'qisangiz, aqlingiz shunchalik oshadi. Dunyoda shundoq insonlar borki, yillarning o'tishi, yeshining cho'ngayishi bilan ularning aqli bir xil turadi. Oshmaydi, o'smaydi. Ular bir qancha yildan keyinmi shu peti turadi. Chunki ular o'qishdan to'xtash bilan ularning tafakkur qilish, mulohiza qilish va tushunish kanallari taqilib qolganlikdan ularning aqlimi bir izda to'xtab qolgan. Mundaqlar 40 yildan beri bildigan birər ko'plik she'r yoki birər hikmatli so'zni takrorlab turadi. Chunki uning shuningdan boshqa dasmayisi yo'q. O'qish ma'rifatdir. Ma'rifat hayotlikni aydonlatadigan chiraqdir. Saudiya Arabistonlik islom mutafakkiri Salman Avda mundaq deydi. Kitob o'qish boshqalarning aqlida elib berilgan eng ko'ngillik va jafosiz bir sayohatdir. Misrlik mashhur shoir Ahmad Shavqiy bir baytida mundaq degan. Kitobga tegishgan odamman do'stlarni, chunki men ko'rmadim o'zga bir vafodorni. Kitob o'qish haqida faylasuflarning aytganlari. Fransiyalik faylasuf Frans Bikun mundaq deb yozgan ekan. Kitob kishiga xushallik, sapo va iqtidor ato qiladi. Kitob o'qishning lazzatini yolg'iz qolganda, kitob o'qish davomida yetilgan saponi parang qilganda, kitob o'qishdan keladigan iqtidorni bir ishlarni bir taraf qilganda eng oson ko'rib olg'il bo'ldi. Bilimsiz ammo tajribali kishilarni ba'zi ishlarning inchik halqalariga to'g'ri hukm qila olishi yoki bir ishlarni to'g'ri bir taraf qila olishi mumkin. Ammo ishlarga yetakchilik qilish, umum jihatdan qo'mondonlik qilish, sistemlik tarbiya ko'rgan odamninglar qo'lidan keladi. Kitob o'qish odamni bilimli qiladi. Munozara odamni chechan qilsa, yiziqchilik odamga astoydillikni o'rgatadi. Agar bir odam yiziqchilikni yoqtirmasa, undaqda u nihoyat kuchab asli saqlash qobiliyatini oshirish kerak. Agar bir odam kamdan-kam munozaraga qatnashsa, u fikr turg'unligidan qutula olmaydi. Agar bir odam kitobni oz o'qisa, hilgar bo'lishga majbur bo'ldi-da, bilmagan narsani bilaman deb turib oldi. Tarix odamni chechan qilsa, she'r odamni tasavvurga boy qiladi. Matematika odamni to'g'riliqqa yetaklasa, falsafa odamni cho'nqur fikrga undaydi. Etika odamni durust bo'lishga undasa, logika va statistika odamni so'zman qiladi. Qisqasi, kitob o'qish odamning xosligini tavlaydi va psixikadagi ojizliklarini o'ngshaydi. Maksim Gorki kitob baxt va qudratlik istiqbol yo'lida odamzod yaratgan keng murakkab mo'jizalar ichidagi eng buyuk mo'jizdir degan. Kitob o'qishning ahamiyati to'g'riliq donolar aytganlari. Kitob insoniyatning aql-farosat xazinasining ombiri. Kitob orqali odamni, dunyoni o'zini tushungili bo'ladi. Bugungi davrda bir millatning, bir davlatning, bir odamning kitobga tutgan pozitsiyasi bevosita holda ularning taqdiriga ta'sir ko'rsatadi. Qanchalik kitobga erishganligi, qanday sifatdagi kitobga erishganligi, kitobga qanday pozitsiya tutganligi, kitobdan qanday oziqlanganligi, kitobni qanday nuqtai nazar bilan o'qiganlikmi ham shundoq. Kitob insoniyat dunyosining aql-farosati va tarixning eng ixcham ombiri. Shundaqla u bir nihoyat arzon, shundaqla qulay, kichik bir maktab. Kitob o'qiganda avtorning o'y-fikrini tushunishga tirishish. Kitob o'qigan odam cho'qim avtorning o'y-fikrini tushunishga va uning maqsadi nima ekanligini bilishga tirishish lozim. Bo'lmasa, u kitob o'qib hech narsani anqira olmay qoldi. Angliyalik mashhur ayol yozuvchi Ang iqimi prozchilikning vakillaridan biri Virginia Woolf kitob o'qish to'g'risida mundaq degan. Bir narsani yangidan o'qish kirishganda hissiyotingiz bo'yicha avtorni ayblashga aldirmang.
Әксіше, автор білән мұңдышып, оның идеясını түшінішкі тырышың. Болмаса, сәлби позисияңыз və салқын muamelаңыз tüpəyli оқығанларыңыздан hech qandaq nəp alalmaysiz. Lekin bu deganlik o'zingizga xos fikr qilish usulingizni kitobga yam qilib bering deganlik emas. Kitobni o'qishdan avval uningga bir qur ko'z yugurtib chiqish. Özlük kirvəklərdə namlıq kitabның avtori Zulfiqar Barat Özbaş məzkur kitabida kitap o'qish usuli haqida mundaq deb yozgan. Veyd Katler o'qish sur'atini 3 hassa oshirish namlıq əsərdə kitaplarni bətmibət varaqlab chiqishning turmush ritmi kun sayin tizishayotgan vaqtda nihoyat unumli usul ekanligini tilga olgan. Bu deganlik, qandaqlı bir kitobni rasmiy o'qishdan avval uni bətmibət varaqlab temalarga, kichik mavzularga astoydil ko'z yugurtish, cheklik vaqtda jiqroq kitob o'qish, ilmiy tadqiqotda material izlash xiyolda bo'layotganlar uchun to'liq unumli usul. Mavzuning odamni g'idiqlash kuchi bo'ladi. Tez suratda bat varaqlash odamning tasavvurini jonlantirib, kitobni o'qimaslikqa yoki atlab o'tib ketish deyishganlarni aniq ko'rsatib beradi. Ba'zi kitoblarni qayta o'qish. Diniy va ilmiy kitoblarni cho'qim qayta astoydil o'qish zarurdir. Chunki bu xil kitoblarni 1-2 qitim o'qib qo'yish bilan ko'zlagan foydani hosil qilib bo'lmaydi. Bundaq kitoblarda shariat ahkomlari yoki ilmiy haqiqatlar so'zlanganligi uchun ko'p qitim o'qib va astoydil o'rganishga, mingimizga singdirishga muhtojmiz. Ana vatanimizda qadimdan ba'zi madrasalarda muhim kitoblarni taliblarga yod qoldirib o'qitishga turtki bo'lgan sabab bu bo'lishi mumkin. Tushunib o'qish. Dunyoda ma'nisini tushunmasam o'qish foydasi bo'lgan bir kitob bor. U bo'lsa-mu Qur'on Karimdir. Qur'on Karim ma'nisini tushunib o'qib amal qilish uchun tushirilgan muqaddas kitob. Ammo uning ulug'ligidan, uning ma'nisini bilmasdan o'qisa-mu Alloh taolo savob ato qiladi. Biroq ma'nisini tushunmasdan o'qish bilan uni o'qishdan bo'lgan maqsad amalga oshmaydi. Qur'on Karimdan boshqa qanday ulug' kitob bo'lib ketmasin, o'qiganga savob yo'q. Faqat amal qilganga savob berildi. Tavrat, Injillarni yoki payg'ambar alayhissalomning hadislarini o'qiganga savob berish va'da qilinmagan. Faqat amal qilganga savob berilganligini Alloh taolo va'da qilgan. Kitobni tushunib o'qimaganda, uni o'qigandan naf olg'il bo'lmaydi. Bu xuddi diqqat e'tiborini bermasdan biror filmni ko'rib, uningdan hech narsani tushunolmagandekla bir ish. Kitobni tanlab o'qish. Biz uchurt har tarafdan bizni qorishib olgan bir davrda yashayapmiz. Radio, televizor, internet, antena, yanfon qatorliqlarning hammasi uchur vositalari bo'lib, zamonimizda internetning xizmati alohida bo'lmoqda. Uyimizda o'tirib, dunyoning har qaysi joylariga kutubxonalarni aylanib chiqish fursatiga ega bo'lib qoldik. O'qiydigan kitob materiallar intayin ko'p. Biz ularning hammasini o'qib chiqaman desakmi, o'qib bo'lolmaymiz. Hammasini o'qish lozimmi emas. Shunga biz o'qiydigan kitoblarni tanlab o'zimizga foydali va kerak bo'lganlarni o'qishimiz lozim. Musulmon odam o'zi zerek va ishlarratlik ham planliq bo'lishi kerak. Din uchun, millat uchun, vatan uchun va insoniyat uchun foydali bo'lgan kitoblarni o'qish va ularni tashviq qilish kerak. Ziyonli kitoblarni bo'libmi islom aqidasiga, islomiy go'zal axloq fazilat o'lchamiga zid kelgan kitoblarni o'qimaslik lozim. Erkin Ishoq Oğuzxon Şinjan Madaniyati jurnalining 2010-yili 5-sonida e'lon qilingan bir maqolasida mundaq deb yozgan. Kitobni tanlab o'qish kerak. Navoat siz turmush qaynimiga amdil cho'nqan yosh bo'lsangiz, ehtimol turmush ham qizg'in, muhabbat voqeliklar tasvirlangan, odamning yurak tarini titradigan kitoblarni yoqtirishingiz mumkin. Navoda oliy maktabda o'qiyotgan yoki bitirgan student bo'lsangiz, muvaffaqiyatshunoslik bilan munosabatli kitoblarni yoqtirib ko'rishingiz aniq. Endi mening so'zlarimga quloq soling. Turmush voqealiklari bilan to'lgan hikoya romanlar asosan to'qilma qilingan voqealik bo'lib, avtorning adabiyoti bilan turmush birlashtirilib, badiiy yuksaklikka ko'tarilgan. Kishi qalbini lol qiladigan darajaga yetgan bo'ladi. Shunga uni hech kim o'z turmushiga tatbiqlay olmaydi. Kitob voqealiklaridagi bundaq ish turmushdami ham ko'rilmaydi yoki bir o'zgarmas prinsip bo'lmaydi. O faqat sizga turmushning qandaq narsa ekanligini bir rasmiy aytib berdi xolos. Muvaffaqiyatshunos asarlari sizning hayotingizga belgilik ta'sir ko'rsatdi. Sizga to'g'ri yo'lni tepilishingizga yordam berdi. Lekin siz bu xil asarlarni ko'p o'qigan sari qandaq qilishni bilolmay gangirab qolasiz. Nishoningizga yetish yo'llarining ko'pligi sizni qaysini tanlashni bilolmaydigan holga keltirib qo'ydi.
Hatto ba'zi kitoblardagi bir qism qarashlar to'g'ri bo'lsa, yana bir kitoblarda shakli o'zgargan holda inkor qilindi. Qisqasi, bular muvaffaqiyat qozongan kishilarning tajriba saboqlari bo'lib, boshqa kishilarga tamoman mos kelmaydi. Qanday qilganda kitob o'qish odatini yetildirgil bo'ldi? Kitob o'qish odatini yetildirish uchun alohida strategik plan bilan harakat qilish lozim. Masalan, jamiyat kishilarning har biri o'zining sohasi doirasidagi kishilar bilan kitob o'qishda bahslashishi, o'z orasida kitob o'qish qiziqtirish va mukofotlash qatorliq faoliyatlarni ilib berishi, oylik kitob o'qish vazifasini qo'yish qatorliqlarni ilib borganda idoradagi kadr, maktabdagi o'quvchi, mahalladagi hunarvand, bozordagi savdogar, masjiddagi jamoat va jamiyatning har bir qatlamidagi kishilar o'z orasida kitob o'qishni qanot yaydirganga o'xshash. Kishilar o'zlari orasida odamlar bilan o'ltirgan so'rinlarda o'zlari o'qib chiqqan kitoblar haqida paranglanish orqali boshqalarni kitob o'qish qiziqtira oladi. Shuningdek, har bir shaxsning o'z qiziqadigan mavzularda parang qilib berish va bu mavzuda erishgan ma'lumotlarini paloni kitobdan o'qiganligini eskarsimu, uni kitob o'qishga va izlanishga qiziqtirganlik bo'ladi. Jamiyatdagi har soha kishilari o'zlarining sohasidagi kishilar bilan kitob o'qish safarbarligini qo'zg'ab, kitob o'qishning foydalarini so'zlab, ularni kitob o'qishga kuchli targ'ib qilish bilanmi kitob o'qishga odatlantirish xizmatini ishlagan bo'ldi. Uyg'urlar kitob suydigan xalq emasmidi? Hozirgi sharoitda biz Uyg'urlar dunyodagi eng oz kitob o'qiydigan millatlar qatoriga kirib qolgan bo'lishimiz mumkin. Ana vatanda kutubxonalardagi Uyg'urcha kitoblarning ko'proq to'pi bosib turib qolganligi, ammo xanzuch kitoblarning ko'proq sotilganligi va Uyg'urning yurtida Uyg'urcha kitoblarning tiraji xanzuch kitoblarnikidan har zaman oz ekanligi haqida xabarlar bu deganlarimizni kuchlantirdi. Biz Uyg'urlar azaldan kitobni ulug'laydigan va kitob o'qishni yaxshi ko'radigan xalq. O'tmishlarda kitoblarni bosadigan bosmaxonlar barliq kelmaganlikdan kitoblarni maxsus putukchilar qimmat pulga ko'chirib chiqar ekan. Bizning Uyg'ur diyorimizda bo'lsa, kitob intayin qis bo'lganlikdan putukchilar biror kitobni ko'chirib berish uchun kitob cho'ngroq bo'lsa biror kala, agar kitobning hajmi kichikroq bo'lsa biror qo'y olganmish. Ahvol shundoq bo'lsa-mu, har qanday bir Uyg'ur uyda kitob saqlashni muhim bir an'ana deb tunaganlikdan kitob o'qishni bildigan va bilmaydigan har kim uyning o'tirisida kitob saqlaydi ekan. Savodi borlar bu kitoblarni o'zlari o'qiydi ekan. Savodi yo'qlari o'qishni bildiganlarga o'qitadi ekan. Biror savodsiz Uyg'urning uyiga biror olim yoki hech bo'lmaganda kitob o'qishni bildigan biror mehmon kelib qolganda uydagi kitobni chiqarib, uningga o'qitib, butun oila a'zolari tingshaydi ekan. Bu yaxshi odat Uyg'urlarda hozirmi davom qilmoqda. Uyg'urlarning kitobni suydiganligining yana bir dalili shuki, Uyg'ur xalqi Alloh taolaning kalomi bo'lgan Qur'on Karimni bakmi ulug'laydi. Har qanday Uyg'urning uydan yo'q degandimi biror dondan Qur'on Karim chiqmay qolmaydi. Qur'on o'qishni bilmaydiganlarmi uni uyning egiz yerida saqlaydi. Har qitim uni olganda tahorat bilan ikki qo'llab siliq oladi. O'qib bo'lib yana ikki qo'llab hurmat bilan o'z joyiga ilib qo'ydi. Uyg'urlar Qur'onni qattiq hurmat qilganlikdan ko'ksining yuqorisida turib o'qiydi. Uni hargiz yerda qo'ymaydi. Qur'onni tanshiganda jim o'ltirib hurmatdan beshini egib turib tanshaydi.